Ramazon oyi qachon boshlanishi aytildi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Qirg'izistonda Ramazon oyi 18-fevral kuni boshlanishi ma'lum qilindi. Ma'lum qilinishicha, Laylatul Qadr kechasi 16-martdan 17-martga o'tar kechasi bo'lishi kutilmoqda. An'anaga ko'ra, u Ramazon oyining 27-kechasiga to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqib, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Ramazon hayiti 20-mart kuni nishonlanishi ma'lum qilingan. Ma'lumki, Ramazon oyining boshlanishi va tugashi hijriy yil hisob asosida belgilanadi. Boshqarmaga ko'ra, sanalar yangi oy ko'rinishiga qarab o'zgarishi mumkin. Ushbu kun xalqaro astronomik markazlar ma'lumotiga asoslanib belgilangan bo'lsa-da, yangi oy chiqishi sababli ba'zan sanalar bir kun oldinga yoki orqaga siljish ehtimoli mavjud. Ma'lumot uchun, Ramazon bu ruhiy poklanish, ro'za va ibodat, xayr-ehson oyidir. Bu davrda ma'naviy hayotga e'tibor qaratilib, yaxshilik qilishga, o'z amallarini anglashga intiladilar. Oyning davomiyligi oy taqvimiga ko'ra 29-30 kunni tashkil etadi. U Ramazon hayiti bilan yakunlanishi ma'lum qilingan. Kimda qanday fikrlar bo'lsa, kommentariyada o'z fikrini qoldirsin. Biz javob berishga tayyormiz.